Assalomu alaykum obunachilar. Shuni ish qilamanki, men mana Mashqo'yda akamizga 1200 dollarga sotdim. Qo'ylariga 10 ta soliqlar bor ekan, qo'shib turib, yana avgustda o'zimga aloqaga chiqsalar 1200 dollarga shunday boqsalar, shunday olaveraman. Ancha-muncha qo'y purish bor, sotgan puliga ola olmaydi avgustga. Akalar mana shunaqa qilib kelib olib boqaverasizlar. Butun qo'y purishga mana vizib shunaqa qiladiganlar bo'lsa, qo'ldan kelsa qilsin mana. Aka, pulingizdan baraka toping. Aka 1200 dollarga baraka qilyapmiz aka Mashqo'yda. Mana 1200 dollarga baraka qilib beryapmiz. Akalar mana biz qimmat sotmaymiz. Biz qaytarib olaveramiz. Mana ko'pchilik aka oladi, 20 million 30 millionga olyapti. Ular olmaydi qaytib. Chunki qimmat sotgan bo'ladi aka. Ko'pchilik mana biz mana arzon sotyapmiz. Mana ertaga o'zimiz ham topolmaymiz 1200 dollarga Mashqo'da akalar. Hozir pul zarurat bo'ldi bizda kelib ketgan narsa sotib olyapti akamizga. Mana 1200 dollarga sotdik. Haqiqatan ham Instagramimiz nomiga yarasha ish qilyapmiz. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Va qimmat deganlar mana akalar o'zimiz qaytarib olaveramiz. Biz qimmat sotmaymiz chunki biz qo'ydi mana ahli degan odam bo'lsa bu qo'ydi 1200 dollarga bermaydi hozirgi kunda akalar. Mana birata arashanchilik qo'lga tushib bo'lsa 3000 5000 deb olishadi Mashqo'da akalar. Day bosamiz.